Yaxshimisilar do'stlar, men sizlarning 100 tuvan qijiljan do'stinglar yandan bayan. Bugun sizlarga so'zlamoqchi bo'lgan hikoyamiz chechi toz bo'lgan, do'sti oz bo'lgan, harakati soz bo'lgan bir yigitning taqir boshlab birlashmasi bilan chosh o'stirishning g'isbini talashish jarayonidagi yuz bergan agir to'qay vaqaliklar so'zlangan kino toz yaxshimi taqir bosh. Hikoyamizning boshlanishi bilan doktorxonada chosh tiktirib unum bermagan, peshonasi muzmaydan bo'lib ketgan qopig'i to'ng Jason Stentas davolash unum bermaganlikdan doktorxondan rozi bo'lmay, o'zining ko'p yillik Gongdida o'rgangan qurilish chiqish tajribasi bilan doktorxonni ostin-ustin qilib o'tdi. Yana bir tarafda bo'lsa, haqiqiy Yuanzhong taqirbosh bo'lgan, xuddi mendek ig'ir besiq qiladigan jin xurumdek terisi bor haqiqiy erkak Dominico malisidagi eng payzi so'ringa xotirasini yo'qotib qo'ygan kayib chiroy obyekti Latini ilib bordi. Bu so'rin qiqa so'rin bo'lib, mashinalar qancha qimmat bo'lsa, qizlar shuncha oz kiydigan so'rin edi. Bundaq so'rinni ko'rganda ilhom asta ishni chekib kirib, qulqimga mondaq bichirildi. Badanga chekivoptu gul chiroy qizlar, bellarini to'lg'aydi shinchaylik uzlar, qor yog'si kaltiyang yoz kelsi o'tuk, yo pana bu qizlar qachonmi muzlar, sho'lgayni iqti xo'ng bo'lsa azlar. Diyin povşidin jaranglar sazla, ya beniz, ya deniz, ya dağçang bolsa, meylg'o yo'qilsa, kundi bir tazla. Demek, o'g'il balaga chosh muhim emas, surat va hissiyot muhim edi. Dominico'ning obyekti Lati xotirasini haqiqatan yo'qotgan bo'lib, hatto qatnash qoidasini unutib ketgan edi. U mayni quloqchi dasab bir qota mashina bilan zanju bermagan Audi mashinani usatib o'tdi. Latining utqunni ko'rgan ko'pchilik og'zi tegmay maqtishib ketdi. Dominico'ning toz og'insi xo'shalligida og'insining obyektisini quchoqlab oldi. Lati bo'lsa, toz bo'lsa-li yoq demaydi deb qolganmi, deb maharni ezib o'tdi. Ya adashiya, obyektangning tantana qilish uslubi o'zgichga. Qo'qning muhabbatiga choq-choq qilsang oshta bo'ladi. Ya unda deb ketmaya adashiya, ishimiz qanday? Aslida Lati natijal burun ig'ir qatnash voqeasiga uchirgan bo'lib, Dominico va uning do'stlari uni o'ldi deb qabri teshini qatirib, yangi obyekt tutay deb turishiga bu qiz to'satdan paydo bo'lib qoladi. Yanala kuchaning sopini yaxshi degandek, Dominico yanala mushkon obyektisi bilan qayta opoq-chapoq bo'lib ketadi. Bu chaqda Jiroqdagi Amerikadagi ma'lum bir organda dambayfini jiqya o'lib choshning quvvatini badan yeb ketgan giroy chiroy bir chayondek erkak o'tiradi. U doim tamg'ilarni dum qilib bosqashqa ko'pchilik uni akilatib dum deb ataydi. Dum, siz qachon ishdan tushsiz? Voy chechimdan to'lishim bor. Ha, ems tugabdi qo'shingiz. Siz qaytmamsiz? Qaytay desam uyim sal jiroq. O'zim yolg'iz qaytishdan qo'rqamanka. Yomon bo'pti jumo. Undaq odam nemishqa boldiroq qaytmagan? O'zining so'ygi izhorini domning tushunmayotganligini his qilgan bu qiz mayusinib osta qaytib ketdi. Bu chaqda dom kaynidan yugurib chiqdi. Hey! Mani sizga beray. Oy, u bek tuyuqsiz bo'lib qoldi-ku. Men tek tayyorlik qilib bo'lmagan. Buning tayyorlik qilish ketmaydi. Yo'ldan o'tkash, mani ishki nusxa fuyin qilib atishxonamga kirib bersangiz bo'ldi. Ishxonaga qaytib kirgan dom o'zining jiyisini boshqalarning egallab olganligiga qarab, qattiq ranjib ketdi. Hojatxonaga depkini chiqib kirguchi jizamni ap bo'ldingmi? Qo'pavoy, to'xta, bir qo'l qoldi. Oz qoldimi? Toz? Nima toz? Voy, oz qoldimi dedim. Nima desang-da, meni toz dema. Jason Stentazning jo'zini o'rivchi bilan bir maydon keskin musobaqa boshlanib ketdi. Hurmatli ko'rmanlar. Ko'rayotganinglar WWE xalqaro darajasiz erkin mushtlashning naq maydondan tarqatilishi. Yaxshi, musobaqamiz boshlandi. Esel, ko'rib turibdiki, Jason Stentaz shiddat bilan hujum qo'yayotdi. Buning hozirgi ishki mushtimi oz deganda 4 numara kelib beralaydi. Esel donmi boshqanmidi? Bu mayrimizning bas cho'ng bo'g'ini bilan harakat sal osta. Bular ikkisi hozir erkishi zodi yo'g'on, harakati osta bo'lish kerakmi yoki kichikroq, chaqqon bo'lish kerakmi degan to'g'riliq mushtimini isbotlab bermoqchi bo'ldi-da. Yaxshi, chatoq bo'ldi, chatroq o'raytib qoldi. Meningcha bo'lganda bu bir intayin nadan bo'lgan strategiya bo'lib qoldi. Ahvoldan qaraganda dom butun kuchini chiqarmagan qilyapti. Stentaz intayin chaqqonlik qildi. Yaxshi, u yana 4 numaraga erishdi. Donning bugungi ishpatisi degandek yaxshi emas bu. Oldin qitim musobaqasida buning ishpatisi intayin yaxshi bo'lgandi. Esil, donning o'ng mushti Stentazni tegdi. Bu ahvoldan qaraganda u hozir ustunlikni egallaydigandek turdi. Yaxshi, don uni bisib oldi. Reperning to'satdan 2 poy o'q etib maydonga kirish bilan tang o'tir maydon damilish vaqti kelib qoladi. Stentaz bo'lsa maydonni bir baldoq yuqori qizg'inlikka ko'tarish uchun salyutdan birini etib berdi. Dom bo'lsa xizmatdoshining kelganligini ko'rib, siz tex uyga qaytmagan bo'lsangiz menga billa qaytib bag'baq qilaylik deb intayin romantik holda qahning mashinasining ustiga tushdi.
Amaliyotda Jason Stantozning bu yerga kelishdagi maqsadi bo'lsa, domdan dunyodagi boshqa tozlarning tizimligini ilib, ularni ko'zdan yo'qotib dunyodagi birdan bir toz bo'lish edi. Lekin Dominikoga qasd qilib maqsadiga yetolmadi. Dominiko bo'lsa o'zining texi daykonsin to'lab bo'lolmagan, sug'urtnimi olmagan bu uyning tuzilib ketganligiga qarab qattiq g'azablandi. Hamda toz bo'lsangmi chechangni yulib qo'langa olib beraman deydi. Dominiko doktorxonaga domni izlab yo'qlab keladi. Mana bu yoq Dominiko, bu yoq Dom. Dominiko, Dom. Dominiko, Dom. Dominiko, Dom, Dom, Dominik. Bizga qasd qilgan zodi kim? Esingdimi? Oldin qismda senbek urib ketgan birisi batdi. Shuning aksi ekan. Amaliyotda Jason Stentos xalqarалық tutish buyrug'i chiqargan jinoyatchi bo'lib, ajoyib xing bir nimati. Bu go'y bizning oramizdagi checha eng uzun og'inimizni o'ltiribdi. Men o'tazni tutib oldigan bo'lsam, yomon yas yutib qolaman. Shu qilib diqqat qil. Xotellikning teshig'a, oynak boshning beshiga chiqilma debdiki. Dominiko Yaponiyaga berib, yaqin og'inisi Xanning jasadini qaytarib akiladi. Dafni murosimi bo'layotgan kuni Dominiko o'zining kayniga bir odamning kirib olganligini his qilib, og'inisi Xanning mashina vaqasida o'lganligini unutgan holda, mashinasini ushqandek haydab chip chiqib ketadi. Esil Dominiko. Bundaq mashina tez haydaydigan ballag'a deydiganim bo'lsa, quloqqichi dessa mayni, qo'lab qo'ydim o'zim joyni. Baxtga qarshi hayot qolsang, ICUda ichsan choyni. Bu ikkisi oxiri bir tonelning ichida uchrashib qoladi. Hamda bir-biriga bo'lgan cho'nqur sevginishini ifodalash uchun suyishib ko'rishmoqchi bo'ladi. Nihoyat afsus, bular mashinadan tushishni unutib qoladi. Alohida eskartish, ko'rinishga bu harakatlarni do'rash qat'iy bo'lmaydi. Maşindan hech narsa bo'lmay tushgan bu ikki yo'l safaralari maşindan tushib bir-birini ayblashga boshlaydi. Qarab mansang ummamda. Apoma, peshonangga qarab, dading ichib oldimki debdimi? Og'inangni seg'ingan bo'lsang, yenidan o'rnab qo'y. O'z qo'lim bilan ustib qo'yman. Onda ufkang yotgan ICUda bika karvat yo'qmi-ki? Bular bir-biriga xiris qilayotgan vaqtda tuyuqsiz alohida organning odamlari paydo bo'lib qoladi. Ravsiz mashina haydagan Jason Stentos Jovjin kelgan o'xshaydi deb badar qechib ketadi. Bu chaqda mashinaning ichidan bu kinodagi tunji checha bor erkakdan birisi asta minib tushdi. Hamda o'zining bir alohida organga tava ekanligini, Dominikoning o'ziga yordamlashib bir vazifani tamomlab bersa, boyamqi qechib ketgan Stentosni tepib berdiganligini aytdi. Bu efendim ularga dаңlıq bir hakkerning intayin ilg'or tipdagi bir yumshoq detalni kashf qilib chiqqanligi, biroq bu hakkerning ma'lum yomon niyatli odamlar tarafidan tutqun qilinganligini, agar vaqtida bu yumshoq detalni ulardan evolmaganda, kul insoniyatning xavfga uchraydiganligini aytdi. Do'stim, anglasam sizlar kasbiy yer sharini qutuldirgan atratgansizlar. Hozir nechidan qutuldiryapsizlar? Necha kun qutuldirsizlar? Men yolg'iz yetishib bo'lmayman. Vakolatchilarni chaqiray. Eho deyishib ulash-cho'lash qutuldirib etimiz. Pandirangning yanisi bormi? Deb qopsa, gerchi bo'lsa do'stim oz. Oldi poyna kayni toz. Mashin xato bo'lsa-mu, to'yg'i mangdi qishmi yoz.